Guliston tumanida yaqinlashib kelayotgan Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan 23-24 may kunlari barcha mahallalarda keng ko'lamli umumxalq hashari uyushqoqlik va ko'tarinki kayfiyatda tashkil etilmoqda. Mazkur xayrli tadbirlar doirasida mahallalar, ichki ko'chalar, ariqlar, qabristonlar hamda muqaddas qadam joylarda obodonlashtirish va tozalash ishlari amalga oshirilmoqda. Hasharlar orqali hududlar yanada fayzli, ozoda va obod maskanga aylantirilib, aholi o'rtasida hamjihatlik va mehr-oqibat muhiti mustahkamlanmoqda. Xususan, Ibrat va Boyot mahallalarida joylashgan qabristonlarda 400 nafarga yaqin fuqarolar faol ishtirok etib, hududlar begona o'tlardan tozalandi, daraxtlarga shakl berilib, oqlash ishlari bajarildi. Bugun butun yurtimiz bo'ylab umumxalq xayriya hashari 23-24 may kunlari O'zbekistondagi butun qabristonlar, xonadonlarda hashar ishlari amalga oshirilmoqda. Bu hashar faqatgina qabristonda emas, har bitta mahallada, xonadonlarda amalga oshirilyapti. Bugungi hasharda markazdagi 4 ta mahalla raislari bilan birgalikda nuroniylar, yoshlar, hojonalar va ko'ngilli yoshlar ham ishtirok etyapti. Toza ozodalik bor joyda obodlik bor. Sizlarni ham bugungi ertangi bo'ladigan hasharda faol ishtirok etishlaringizni so'rab qolaman. Shuningdek, ziyoratgoh va atrof hududlarni tartibga keltirish ishlari ham olib borildi. Ayniqsa bunday ezgu va savobli hasharlarda nuroniylar, yoshlar, mahalla faollari hamda keng jamoatchilikning bir maqsad yo'lida birlashgani tadbirlarga o'zgacha ruh bag'ishlamoqda. Nafaqat qabristonlarda, balki mahallalardagi ko'chalar, xonadonlar va jamoat joylarida ham ozodlik va obodonlashtirish ishlari yuqori kayfiyatda davom ettirilmoqda. Qurbon hayiti arafasida amalga oshirilayotgan bunday xayrli tashabbuslar xalqimizga xos mehr-oqibat, birdamlik va bag'rikenglik qadriyatlarini yana bir bor namoyon etmoqda.